Assalomu alaykum aziz quvvalilar, kanalimiz a'zolari. Quva tumani Begatdi Banisani orqasida 6 soatlik kottejimiz sotiladi. Kottej so'ragan akalarimiz uchun, opalarimiz uchun jo'natib qo'yamiz. Bittadan like bosib qo'yamiz. Oldi tomoni mana shu holatda bir qator o'zlaringga moslab, remontlari ham yaxshi. Bir qator o'zlaringga moslab olsalaring bo'ladi. Hozir ichkarilarni to'liq ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Shunga chiqsalaring katta yo'l Begatdi Banisani oldiga chiqasiz. Domni oldim, aytlarim dom bo'ladi. Dom bo'lyapti. Dom ham qurilib bo'lgan. Hozir ichkarilarni to'liq ko'ramiz. Qani ketdik. Qani bismillah. Hop, kirganimizda o'sha eski stil naveslari bor. Shu holatda bu yerda agorod tomonlari, hozir xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Hop, kirganimizda uyimizni mana ichkaridagi holati, bu yerda rakvinalar bor. Hop, bu yer oshxona bo'lgan. Xullas, gazlar yaxshi bu yerda. Mana shu holatda endi bir qator o'zlaringga moslab remont qilsalaring bo'ladigan holatda. Hop, bu yerda mana oshxona uchun yana bitta joyimiz, orqa tomoni. Kirganimizda bu yerda to'g'rimizda mehmonxonamiz mavjud. Mana mehmonxona, kengina, unaqa kichkina mehmonxona emas, mayda kottejlardan biz kattadan. Bu yerda hammomlari, suvlari bor, mana aristonlargacha bor, mana ariston, italyanskiy aristonlar bor. Bu yerda hojatxona uchun joy qilingan, bekitib qo'yilgan. Bu yerdagi ikkinchi xonamiz, uchinchi xonamiz bu. Mana 4-chi xonamiz bo'ladi. Bu yerda detiska qilib foydalansalar bo'laveradi. Bu yerda 5-chi xonamiz. Bu ham bekar ekan, kattagina xona bu ham. Qiziqqanlar xullas, bu qadar remontlarni o'zlaringga moslab olasizlar. Olgandan keyin hamma yo'g'ini. Xullas, ushbu kottejimiz hozir orqa tomonini ko'rsatamiz. Hop, bu orqa tomoni hojatxonalari bor, bu yerda tandirlari bor. Kladovka, kotyol uchun qilib qo'yilgan. Bu yerda xullas anchadan beri odam yashamagani uchun bir qator o'zlariga qarov kerak bu yerda. Xullas, bu uyimizning narxini 60 mingdan ozgina o'tib berishadi. Telefon qilaverasizlar, o'zimiz kelishtirib olib beramiz. Sog' bo'linglar.